Respublikasi Prezidentining 2025-yil 15-sentyabrdagi 282-qaroriga muvofiq buxgalter, audit, moliya mutaxassislari uchun raqamli bilimlar kursi tashkillashtirilgan. Mana shu kursda bir oy davomida o'z bilimlarimni, tajribalarimni oshirib o'qidim. Bu kursdan olgan natijalarim moliyaviy hisobotning xalqaro standartlar bilan milliy standartlar o'rtasidagi farqlarni o'rgandik. Ularning ish jarayonida qanaqa qo'llanishi, qaysi jarayonda qaysi normativ hujjatlarni qo'llanishini chuqurroq o'rgatishdi bizlarga. Men bu kursdan juda ham ko'p natijalarni oldim deb o'ylayman va amaliyotda o'z sohamda qo'llanishda menga asqatadi deb o'ylayman. Bir oylik kurs davomida asosan shu zamonaviy, ya'ni bo'lib turgan ma'lum bo'lib turgan sun'iy intellektni ishlash, ya'ni dasturlarimizda ERP hamda ERP hisob va UZOSPO dasturlari bo'yicha ishlashimizda bizlarga chet eldan kelgan mutaxassislar va o'zimizdagi professorlar tomonidan darslar berildi. Bu darslarni shu kelajakda ishlarimizga yordam beradi deb o'ylayman. Hammaga shu kurs asoschilarini, o'qituvchilarga hammaga rahmat qilamiz. Shu testlarda o'zimiz bilimlarimizni sinab ko'rdik. Shu testda eng yuqori ballni olishga harakat etib, shu 100% lik natija bilan eshitdik, testlarda ishladik. Hammamiz uchun shu testlarni yaratganlar uchun, shu kursdan yaratganlar uchun rahmat qilamiz. Keyingi ishlarda omad. Bu malaka oshirish kursimizga kelishimizdan maqsad juda yaxshi bo'ldi, chunki ko'p tajribalar orttirdik. Misol uchun o'qiladigan bo'lsak, bir kunda bitadigan ishimizni bir soatda bitadigan, tezroq bitishni yo'llarini o'rgandik. AI sun'iy intellekt orqali juda katta yordam berdi. Tashkilotchilarga, o'qituvchilarga hammaga minnatdorchilik bildiraman.